Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Minivan City kanali a'zolari. Bugungi obzorimizda 2026-yilning yangi modeli ko'plab yurtdoshlarimiz ko'nglidan joy egallashga ulgurgan biznes klass avtomobillar turkumiga kiruvchi Jag RF8 miniveni. Ikkitalik turbina motorga ega bo'lgan ushbu avtomobilimizda 8 bosqichli avtomat transmissiya mavjud. Ushbu motorimizda 253 ta ot kuchi bor desam ishonasizlarmi? Haqiqatda azizlar, ushbu mashinamiz 253 ta ot kuchiga ega. Minivenimizni old qismiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zgacha dizaynga ega LED lampalar sizni kutib oladi. Albatta, oblisovkalarimiz ham mashinani o'ziga yarasha derskiy ko'rsatadi azizlar. Mashinamizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, eshigimiz oblisovkalari bu yog'i kojadan ishlangan, bu yog'i plastik bo'ladi azizlar. Mashinamizning ichki ko'rinishi orqa eshiklarimiz, e'tibor qilamiz, knopchni avtomat tarzda ochiladi. Albatta, orqa sideniyalarimiz, ikkita sideniyamiz massajlar bilan ham jihozlangan. Bemalol uzoq safarlarga qulay. Sideniyamiz yotadi, orqaga polni yotadi. Shunaqa ko'rinishda azizlar, mana bu ham to'liq chiqadi. Orqamizda yana notebooklarni qo'yib ketishingiz uchun yoki bo'lmasam daftar, ruchka qo'yishingiz uchun joylarimiz ajratilgan alohida. Albatta, pastda ham joylarimiz mavjud. Bu yoqda stakanliklarimiz o'rta barimizda, orqa taraf uchun har bir o'rindiqlarimiz uchun alohida USB portlari mavjud. Mashinamizda har bir o'rindig'imiz uchun alohida vixlitniy sistemasi, konditsioneri, pechkalari ham ishlaydi. Orqalari juda keng bo'ladi azizlar. Yana bitta knopkani bosishimiz bilan orqa eshigimiz o'z joyiga qaytadi. Xuddi shunaqa orqa bagajimiz ham avtomat tarzda ochilib yopiladi. Eshigimiz ochilishi, orqa bagajimizni. Orqasida balon kulishlarimiz, kerakli jihozlar, damkrat joylashgan. Mashinamiz zapaskasi tagida bo'ladi. Orqasi ozgina torrog'u, amallasa bo'ladi. Lekin mashinamizga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rayotganinglardek, o'rtada отдельный lyuk passajir uchun, oldinda haydovchi va bitta yo'lovchi uchun diniy lyuklarimiz bilan jihozlangan mashinamiz azizlar. Euro 6 standartlariga mutlaqo javob beradigan ushbu avtomashinamizni Asiya Motor avtosalonida eng arzon narxlarda, eng qulay shartlar asosida bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning azizlar. Albatta, videolarimizni kuzatib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz, chunki sizning fikrlaringiz biz uchun juda qiziq azizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Instagram, Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yamiz. Bemalol keling, mashinangiz sizni kutmoqda. Ishonch va sifat biz bilan.